Qadrli obunalar to'la 4 yilda bir marta bo'ladigan Olimpiada o'yinlarini bilasizlarmi? Bu videoda biz ham xuddi shunaqa qilib Olimpiada o'yinlarini tashkillashtiramiz. Faqat har bitta sportimizda mashina ishtirok etadi. Endi kelinglar, Olimpiada ishtirokchilarini kutib olamiz. Chista o'g'irlabsan lekin bor. Ishqilib mashmat xiylaga yarasha futbol o'ynaginda, chunki futbolda bitta challenge bor kakras. Bizda varata bor, to'g'rirog'i men garajim. Va bizda futbolchi bor, to'g'rirog'i men mashinam. Shu katta kopto bilan mashinada gol urish kerak. 3 ta imkoniyatdan eng ko'p gol urgan ishtirokchimiz g'alaba qozonadi. Sizlar like bosinglar. O'tgan videoda kanalimiz tarixidagi eng katta super zo'r 34 minutli video olgan edik. Afsuski atigi 1,5 mingta odam like bosibdi. Iltimos, likelarni ayamanglar va videoni maza qilib tomosha qilinglar. Divayni haydamaganman. O'shaning uchun hozir qo'rquv bor menda. Men faqat Cobalt, Pixel uchun haydab yurganman. Degur. Ketdimi? Jinniron bu bola. Yo'q, boshqatda. Siz mantroga uring-da, nima yo'limga tashlab beraman. Yo'lingga tashlayman, koptoni senga bermayman. Boshqatdan. Akbar holatdiki, koptoni mashinaga tepiydi, men gol uray. O'ziga urishga, yo sekinroq. Ey, sekinroq, ukam, mashina haydamagan qo'rqaman. Bo'ldi. Bardorga chiqmoqchilar. Bo'ldi, ukam, o'zingni bos. PDRga qarab ol yaxshilab P qattaligiga. Tormoz bilan gazni ko'rib ol. Menda birinchi urinish, xudo xolisi. Tormoz bilan gazni qarab ol. Qaradim. Chap tarafdagi tormoz, davay, ma. Degur-ki. Degur. Daxkili Sardor aka o'chib qoldi. Bo'l. O'chib qoldi. Mashina o'chib qoldi. Mashina o'chirib qo'yib. Qarang, P-ni bosaman deb, qaysini bossa o'chadi mashina. P-ni bosaman, men bosdim. Bos. Bo'ldi. Nima ham yondi, voy, petga olib ketdi. Olimpiada o'yinlarini davom etyapmiz. O'rtoqlar, sport rejimi yoqdi-ku. Azzetton urinishi. Mana birinchi urinishda tepa olmadim. Ikkinchi imkoniyati. Davay. Yur. Bo'ldi. Gol! Nihoyat. O'rtoqlar gol urdim. Nihoyat gol urdi. Forani kattasini berdim lekin. Qanaqa fora, voy, o'zim yaxshi o'ynash bilaman. Aha, yaxshi o'ynash bilasan. Akbar Etto ikkinchi urinishda urdi. Ko'ramiz Azzetto olaydimi? Hozircha jo'ja xoraslik tortdi. O'rtoqlar, bilardim gol urishimni. Shunaqa ham hayolanadi odam. Jo'ja xorasinglar. Voy! Davay, ma. Voy, bilan. Voy, nima bu? Bilan. Bunaqasi bo'lmagan. Voy, bilan, nima bu? Ko'rasizlar mana. Shundoq gol urib qo'ysa bo'lardi mana. Men oyoqda gol urolman deb bolalar mashinada urolmayapti. 3 ta imkoniyatdan bir donasini gol urdim, 2 donasini gol ura olmadim. Bismillah. Nima degandim o'rtoqlar? Men yutdim. Gollasso. Tushunchasiz? Ko'p erkalam olmadingiz. Hozir bir round 305 shop qo'ying. Voy, bu bola kibr. Zo'r o'yin bo'ldi, qiziq o'yin bo'ldi. Yutganga esa chunki juda katta sovg'a bor. Esingizda bo'lsa videoni boshida aytganman, Koreyadan sovg'a olib kelyapman yutganga. Ozgina keyin bitta challenge bordi, sal uzoqroq davom etadigan. O'sha challenge-da men tez Koreyaga borib kelib sovg'a olib kelaman. Olib kelaman deb o'ylaysizlar. Videoni shu yerda to'xtatib kommentda yozinglar. Hozir esa zo'r o'yin bo'ldi, lekin kelov ham barbodlik qildi. Chunki katta koptoni gektar deb teshiga tiqisha olmadi. Bolalar kichkina. Bu bayroq nimaga? Voy, bilan. Bayroqni ko'rsating, bayroqni. Bayroqingiz qiyshayib qoldi-ku. Yana nimangiz qiyshayib qolgan? Yana nimangiz qiyshayib qolgan? Voy. Mana jinoyatchi, gitarist Akbar Shoh pianinachi. Sen nima qilsan? Yo'limda yuryapman. Nima yuribsan? Ishim bor. YouTube ish qilmaydi, lekin bekorchilik qiladi. Bekorchilik. Bu o'yinimizga ko'ra ko'rasizlar, ikkita mashinamiz turibdi. Olimpiada ishtirokchilarimizdan bittasi hozir mashinaning ichiga chiqadi, kallasini tepadan chiqarib, quyidagi mashinaga mashqobni otadi. Mashinani tozaligiga ahamiyat bermaymiz, mana ko'rasizlar, top-toza mana. Ko'rasizlar, buni ustida oyna turibdi. Shuning uchun turish qiyinroq, teshik kichkinaroq. Hop, shundan tursa 100 ochko oladi.
Bunisidan tushirsa esa 1 ochko. Mana bundan tushirsa 100 ochko. Hali ham o'sha top-toza mashinadamiz. Hop, qizig'i, ular otayotganda men mashinani oldiga orqaga qilib yurib turaman, qiyinroq qilish uchun. Men ular uchun olib keladigan Koreyadagi sovg'ani esdan chiqarmaylik. Chunki bilasizlar, men yutganga Koreyadan sovg'a olib kelaman. Hop, o'rtoqlar, hozir birinchi bor men otib beraman. Tushirsam, kommentga Jojoxora Sila deb yozib ketinglar. Voy buni. Bitta. 150 ga tushiribdimi? Orqani chakib keldimmi, Akbar? Sovg'a shunaqangi buyukki, sovg'a nimaligini hali bilmaydi ular ham. Sizlar ham bilmaysizlar. Lekin oxirida hammaga birgalikda aytaman. O'sha sovg'ani aurasini his qilib tushirib qo'yibdi. Masalan, mashina bersam, u sovg'ani o'rniga nabarot kamroq xursand bo'lishardi. Sovg'a shunaqa katta narsa. O'rtoqlar endi meni yalamagan. O'z mazam ham yo'q, men tushira olmasam kerak deb o'ylayapman. Sardor aka, ne to'xtab olasiz? Hozir tushardim, mana shu to'xtamaganingizda. Orientirib o'tdim men yurishingizga qarab. Bu olimpiada. Buni xaltora narsalar bo'lmaydi. Hozir taxol berishardim men bu qotgan qobiliyatlarimga. Oxirgi urinishi. Voy, blin. O'rtoqlar, bitta bo'lsa ham tushirdim, zatto 100 balliga tushirdim. Mana o'rtoqlar, oxirgi shansim. Voy, tushirib qo'ydim o'rtoqlar. 101 mi? Aka, men tushunmayman. Qaysi logika bilan qilgansiz? 101, 101 mi shunda? Jojoxora Steam yutdi. Kommentga Jojoxora Sila deb yozib ketinglar. Jojoxora Sila Akbarning orqasiga kommentda davom yozmanglar. Yozmanglar. Jojoxora Sila deb yozavering tinchiga. Keyingi o'yinga o'tamiz. Faqat boshqa kunda chunki qorong'i tushib ketdi. Qaranglar, mana qarg'alar uchib, magnitlar o'tdi sovuq. Kelayotgan o'zingizlarning bayrog'inglarni chiqarib kelinglar dedim. Aziz bayrog'ingni tushuntirib ber bizga. Mana ko'rib turganingizni 3 Zo'r aytadi. Zo'r bayroq ekan. Короче, mana chaqmoqlar bir gutlar, vashchi zo'r mana. Endi men ko'proq qiziqayotgan bayroqni tushuntirib beradi. Bu bayroqda Jojoxora ko'ramanki, banallar, yoshligingning fantaziyami deyman. bu bayroqni mana turibdi. Men to'lit deydigan narsani o'shaligini-chi bor. Mana. Bu bayroqda aks ettirilgan narsa raqiblarimni rang-barang holda yutish. Nima dedim, bilay. O'zim tushunmadim o'z gapimga, ishonmayman. Eshitmadinglar bu gapni. Bundan keyingi o'yinda hozir biz kattagina polga kelganmiz. Mashina bilan emas, mashinani baloni bilan o'yin o'ynaymiz. Mana men balon bilan. Boyagi BYDning balonini ichib keldim. Mashinadan balonni sudrab olib chiqish kerak. Keyin bundoq yurib, bunisidan tushadi. Endi Nobodo balon qo'lidan chiqib ketsa yoki ko'tarib olsa balonni 5 sekundlik jarima uni kutib turibdi. Va bilasizlar, olimpiada o'yinlarida ishtirokchilarni murabbiylari bo'ladi. Ya'ni ularga motivatsiya beradi, ularni olg'a ilg'ab turadi. Just do it. Endi shu paytgacha bizda bitta ham murabbiy motivatsiya beruvchi yo'q edi. Shunga men hozir ikkala ishtirokchiga ham o'zim murabbiy sifatida yordam berib, mana shunday bor edi. Shunday sota oldim bu video uchun. Qolib ketibdi mashinada. Deyman, shunday chalinganda boshlangan bo'ladi, xo'p? Keyin shunday alohida ko'rsataman sizlarga. Koreyaga borganda Koreyada ko'rsataman yoki. Chunki Koreyada bilasizlarmi, sovg'a olib kelaman, sovg'ani biri. Nima sovg'a ekan u? Davay, shogirdim, davay, qila olasiz. Ko'tarma, faqat dumalatish kerak. Davay, qonunni buzmaymiz. Dumalat, kengisiga yugur. Tushamiz. Tush. Voy, nima qo'yib yuborasan? Nima qo'yib yubording? Men tashlayvording, qo'yib yubording. Pasmi bu? Hop, dumalab olib tushish kerak edi. Yo'q, shu. Mana mehnat qilgan, mashaqqat qilgan ishtirokchini qo'li murabbiy sifatida parod qilib qo'ygan oxirida. Mana shogirdim, bunday shogirdim yo'q meni. Ket u yoqqa. Jojoxora jamoasini timsolan mana Akbar aytdi. Uchta hali ham kelmadi. Shu taktika. Azizga 5 sekundlik jazo qo'shildi. Oxirida dumalatib qo'lidan chiqib ketganligi uchun balon. O'sha hisobidan tezroq kelishing kerak. Davay. Shogirdim, ikkinchi shogirdim, davay. 2 sekund bo'ldi o'zi. Tezroq. 3 sekund qimillaysan. Tezroq olib chiq. Voy, bo'ldi. Davay, tezroq. Tez. Yugur. Tez. Davay, tez qila olasan. Qo'lingdan keladi. Davay, yugur. Tezroq tush. Yiqilmasdan tush. Ozgina qol. Tez. Tezroq. Necha sekund? Voy, bilet. Az 17 sekundda qilib tushdi va oxirida qopni dumalab torganiga jarima qilib 5 sekund qo'shib berdik. Olimpiada ham shunaqa. Nimadir qonunni bilsa, vaqt qo'shib beriladi. Jarima bergan taqdirimizda yutib ketdi. Kim yutdi hozir shuni ayting? Qo'ling kir ekan.
Voy. Yutqizding, voy kim yutdimi? Qarang, 17 ga 5 22. Menga ko'rsang. 둥글게 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 Yomg'ir chaqirsa osmonda qilishyapti-da. Qoram yo'g'oradi bunaqada. Yozgi olimpiada emas, qishki olimpiadalar ham bor, to'g'rimi? Bor. O'shanga o'zi kun sovuq, mana kurtkalarda yuribdi ishtirokchilarimiz. Shamollaganmiz Y+. Hozir o'sha sovuqni sizlarga eslatish maqsadida mashinada eng muzday konseyner yoqamiz. Pasilada esa Abduffa yoqamiz. Kerakmaslarga. Sizlarga omad tilab qolaman. Keyingi shartda bundan ham qiyinroq o'yin bo'ladi. Eng qizig'i, men Koreyadan nima olib kelganimga qiziqasizlarmi? Aka sovuqda fantaziyalarim o'lgan. Baribir hech nima o'ylamayman. Faqat nima sovg'a olishim, Koreyadagi sarguzashtlarim hamda mana shu mashinali olimpiada o'yinimizning ikkinchi qismi hammasi keyingi videoda bo'ladi. Bundan ham qiziqarli challengelar sizni kutyapti. Bir oyda 30 ming talaka olsak, keyingi videoda ishlatadigan mashinamiz Tahoe bo'ladi. Mabodo 50 ming talaka olsak, Lamborghini Urus olgan. Ishoning. Hop, o'rtoqlar boshlandi mana. Sabr aka muzdek konditsioner yoqib qo'ydilar. Shu sovuqda men tegib kelganman futbol ko'rib o'tiribman. O yomon muzat topdim. Ammo Bilmadim, endi o'tirgancha o'tiramiz. sovuqda ya, shu sovuqda. Do telefon olmay qo'yingiz mumkin emas deydi. Mumkin emas edi. Iltimos. Do Voy, azoblar. qildi yurak bag'rim. Voy, men tushundim. Seni deng nimadirlarim. Azoblayman jigarim. Mata nimadir yo'qdir. Qalay? Men sovqatdim shu. Men futbol kerak ekan, bu kurt kerak ekan. Ko'tinglar muzlayaptimi? Abduffa yoqib qolganmiz. Kasalomazinglar bo'ldi. Aziz, sog'ga qiziqsam, So'g'an qo'yib turing, 2-3 yildan keyin uylanadigan bolalar qiynab o'tirishmabdi. unda sizlar o'tiringlar, hali ancha o'tirasizlar, to'g'rimi? Shu fursatdan foydalanib, men Koreyaga ketaman, sizlar sog'inglar olib kelishga. Ungacha o'tiringlar. Bo'ldi. Kattaroq sovg'a olib keling. Bo'ldi. Juda katta sovg'a. Videoga like bosinglar. Bosinglar. Bosinglar, kommentda ham yozinglar. Aziz 24 ga 7 asoblashib. Ya, kommentda aziz past yozinglar. Alangan mikrofonni. Kommentda jo'ja xorasinglar yozinglar. Voy. Bo'p, xullas, videoga like bosinglar, kommentda. Короче, sovg'asi ketdi, Koreyaga ketdim.